Zor mag'lubiyat. Avtori Zbigniew Brzezinski. 20 asrdagi kommunizmning gullanishi va halokati. 15-bob islohot strategiyasi va ideologiyaning jonliqligi. 2-qism. Jungo rahbarlarini maqtashga arziydi. Ular marksizm, leninizm ideologiyasidan chiqish qilmadi. Bu qiyin masalalarni kapitalizmning kirishi keltirib chiqardi deb qaramadi. Vahimaga tushadigan hamda munosib inkas qaytaradigan ishlarni qilmadi. Aksicha ular o'ziga ishongan holda bu masalalar o'ngishliq yo'l qo'yilgan islohot musofasida saqlanғал bo'lmaydigan natija deb qardi. Шуңа Deng Xiaoping tanlagan varis va yangi bir avlod yuqori qatlam rahbarlar kontrol qilgan 13-chi qatimliq partiya vakillar qurultiyi chekinmadi. Jungo rahbarlari so'rinlarda simvollik holda har xil shaklda tikilgan naytratlik kostyum kiydi. Ya'ni Sovet ittifoqi siyosiy byurosidagi yo'ldoshlar kiygan kiyimlardek kollektiv tikilgan emas. Hamda g'arb axborot dunyosi bilan uchrashganda nayt keng qo'rsoq Tinch okean atrofidagi davlatlarning muvaffaqiyat qozongan korxonchilardek ta'sirot berdi. Amaliyotda bu qitimqi qurultoy partiya rahbarlarining barliq kuchi bilan davlatni gullantirishini qayta ta'kidlab qolmay, yana naiti konkret holda buningdan keyin cho'qim yo'lga qo'yiladigan iqtisodiy va siyosiy islohotni nuqtaliq muzokara qildi. Iqtisodiy sohada bosh sekretar Zhao Ziyang 90-yillarning beshiga kelganda faqat 30% Jungo iqtisodini markazning o'rtaq plani bo'yicha boshquradiganligini dadillik bilan o'ttirg'i qo'ydi. Chet el mablag'ini ehtiyotchanlik bilan ilgari surishdagi atalmish dengiz bo'yi strategiyasi yana ilgirlab rag'batlantirishga erishdi. Dengiz bo'yi strategiyasi Jungoning taxminan 200 million aholisi bor dengiz bo'yidagi o'lkalarni tanlab turib taraqqiy qildirish planini o'z ichiga oladi. Jungoning bu rayoni boshqa rayonlardan baldur Tinch okean atrofidagi rayonlarning yangi iqtisodiy o'rtaq gullanish chemberiga kiradi hamda davlat ichida foyda va ziyonga o'zi mas'ul bo'ladigan korxona va chet el mablag'idagi korxonalar ta'minlagan texmi cho'ng faoliyat bo'shligi orqali bu nishonni amalga oshirdi. Chet el mablag'ini rag'batlantirish uchun hatto yerlarni chet elliklarga setib bersa bo'ladi. Zhao Ziyangning so'zlari hamda keyin o'ttirg'i qo'ygan texmi tafsiliy takliflarning hammasi davlat ishchi sanoatini yanama ilgirlab tarqoq boshqarishga bog'liq bo'lib qolmay, yana shaxsiy egilik tarkiblarini kengaytirishga bog'liq ekanligini ifodaladi. Partiyaning organ gezdi, ya'ni Xalq gezdi 1988-yili 6-oyning 28-kuni shaxsiy egilikdagi korxonalar taraqqiyoti ziyoda tez bo'lib ketdi degan qarashga qat'iy zarba berdi. Mazkur gazet munozara qilib, davlatimizning shaxsiy korxonalarining taraqqiyoti tez emas, sonimi ko'p emas dedi. Mazkur gazet yana shaxsiy korxonalarning ishlab chiqarish miqdori eng oxirida Jungo sanoatining barliq ishlab chiqarish miqdorining 10%ni egillashi kerakligini aytdi. Zavod boshliqlari foydadan o'z ulushini elish hamda qisman so'mini mablag' selish va mukofot qilib tarqitishga ishlatish huquqi bo'ladi. Davlat yana vayron bo'lishga iltimos qilish qonunini tuzatmoqchi bo'ldi. Bir vaqtda davlat organlaridagi xizmatchi xodimlarni 20% qisqartdi. Yezi egiligi jihatda mo'yim nuqtani ko'lami nisbatan cho'ng, ammo yanala shaxslar egiligidagi yezigilik ishlab chiqarishni rag'batlantirishga qaratdi. Lekin baho islohoti jihatda Jungo rahbarlari ikkilanib qoldi. Bu ikkilanish iqtisodiy jihatdagi
əməli qiyinchilikni əks ettirib berdi ham bu məsələnin ideologiya cəhətdə alayda sezgür ekanligini tushundirib berdi. Rəhbərlik qatlımı pul paxallıqının kontrolluqini yo'qotib qo'yishidan ansirab, bahoni umumyuzlik qo'yib etishga yanada jur'at qilolmadi. Aksicha, baho islohati masalasi Jungoning qaror chiqarg'uchi qatlamini davomli qiynaydiganligini, hatto parchalab etadiganligini ifodalab berdi. Ehtimal iqtisodiy islohotdan texmi mo'yin bo'lg'ini yangi Jungo rahbarlarida siyosiy islohot talabi xohishining gavdalik ko'rilishi bo'lsa kerak. Zhao Ziyang Jungocha alaydilikka ega sotsializm yo'lini bo'ylab ilgirlash temasida doklad berib baqqan. Dokladning temasi Jungoning ahvolining alayda ekanligini ta'kidlagan edi. Zhao Ziyang programma xarakterdagi dokladda iqtisodiy islohotning qanot yeyishi va cho'nqurlashishi siyosiy islohotga kun sari jiddiy bo'layotgan talabini o'tirg'a qo'ydini e'tirof qildi. Iqtisodiy islohot va siyosiy islohotning munosabatini e'tirof qilgandan keyin u yana siyosiy tuzilma islohotining ochquchi oldi bilan partiya bilan siyosiyni ayirish ekanligini davomli ko'rsatib o'tdi. Bu Gorbachev va Sovet ittifoqi islohotchilari bir yildan keyin oshkora o'tirib qo'ygan muhim xulosidir. Zhao Ziyang so'zida bu nishonni amalga oshirish uchun cho'qim qo'llanadigan tadbirni yig'inchoq bayon qildi. Raqobatlashib sinagan asosda adil, shaxsiyatsiz, kasblashgan, yaxshi tarbiyalangan ma'murlar qo'shini qurib chiqish kerakligini alayda ta'kidladi. Ularning o'sish va tushishi, mukofotlanishi va jazolanishi siyosiy yoki ideologiyadagi o'lcham bilan emas, balki xizmatdagi amaliy natijasi bilan belgilanadi. Mushundaq ma'murlar qo'shini bo'lgandila, o'tmishdagi ziyolilar bosqichi bilan o'xshaydi. Partiyaning kadrlari bevosita ma'muriy xizmatdan qutulib chiqadi, ammo yanala bu tuzumni chingitishga mas'ul bo'ladi va siyosiy bilan jamoat fikri orasida zarur munosabat ta'min etadi. Darvaqa, garchi bu tadbirlar kishilarning unumlik iqtisodiy islohot va texmi cho'ng siyosiy jonliqlik orasida sabab natijalik munosabatni haqiqiy tunib yetganligini tushundirib bersimi, ammo g'arbcha ko'p xillashgan demokratiyadan yanala nihoyatda yiroq. Ko'p bo'lgandimi, hokimiyat yurgizayotgan partiyaning qatma-qat huquq tutish tuzilma usuliga faqat ozroqli xiloflik qilgan bo'lib, yangi bir xil siyosiy tuzilmaga qarab qadam bosdi. Bu yangi siyosiy tuzilma belgilangan prinsip asosida qurilgan hamda obyektiv harakat o'lchami bo'yicha ish bajaradigan ma'murlar qo'shinini boshqurdi. Bu ma'nodan aytganda, bu xil siyosiy tuzilmadagi nisbatan o'zbeshimchi va nisbatan majburiy xarakterda bo'lgan tarkiblarni azaytishga bo'ladi deb qarashga bo'ladi. Biroq Zhao Ziyang nisbatan aniq qilib ko'rsatib, biz hargiz g'arbning 3 xil huquq ayirish va ko'p partiya navbatlashib hokimiyat yurgizadigan tuzumi bo'yicha qilsak bo'lmaydi dedi. Jungo aralashma iqtisodni asos qilgan uzun mazgillik taraqqiyot planini tuzib chiqib, bu planni butun kuchi bilan ilgari surish davomida partiya faqat yetakchilik qilib, bevosita aralashmadi. Jungoning bu planini ilgari surish tirishchanligini qonunlashtirish uchun Jungo rahbarlari odatdagiga o'xshamaydigan tafakkur uqumi, sotsializmning dastlabki bosqichini o'ttirib qo'ydi. Bu uqum ishlab chiqarish kuchi qaloq bo'lish va Jungoning tarixiy ahvoli alayda bo'lishni bahona qilib, partiyaning an'anaviy marksizm, leninizmdan chatnash usuli uchun yo'l ochdi. Zhao Ziyang dastlabki bosqichning ehtimol uzun mazgil davomlashishi mumkinligini maxsus tushundirganda,
Biz duch kelgan ahvol marksizmni yaratquchining tasavvuri emas. Kitob bo'yicha ish ko'rsak bo'lmaydi, chet elni do'rab ish ko'rsakmi bo'lmaydi. Cho'qim davlat ahvolini chiqish qilib, marksizm asosiy prinsipini Jungoning amaliyati bilan birlashtirib, amaliyat jarayonida Jungocha alaydilikka ega sotsializm yo'lini echishimiz kerak. Davlatimiz 50-yillardan boshlab ishlab chiqarish materiallarini shaxsiylashtirgan sotsialistik o'zgartishni asosiy jihatdan tamomladi. Sotsialistik zamonaviylashtirishni asosiy jihatdan amalga oshirg'icha oz deganda 100 yildan ortiq vaqt ketadigan bo'lib, hammasi sotsializmning dastlabki bosqichiga tava dedi. Garchi Xoyobon burunqi so'zida dastlabki bosqich ideyasini o'ttirib qo'ygan bo'lsa-mu, ammo bu hukmning rasmiy o'ttirg'i qo'yilishi bilan 50-yillarda jakarlangan ideologiyadan qaraganda nihoyatda ulug'vor xilma-xil planlar ro'shan selishtirma shakllantirdi. Ayni chog'da partiyaning umumiy yo'li Jungoning sotsializm yo'lida g'oyat zo'r ilgirlashga erishganligini hamda mavzudong ideyasi orqali marksizm leninizmning umumyuzlik prinsipidagi sotsializm qurishni beyitqanligini jakarladi. Zhao yangidan o'tirib qo'yishi aniqki navbat yo'li qo'yilayotgan suiiste'molchilikning o'zgarishi zarur bo'lib qolmay, yana nisbatan uzun bo'lgan sotsializm iqtisodiy taraqqiyot davrini boshdan kechirishning zarurligini isbotlash uchun edi. Darvaqa, Jungoning iqtisodiy bozor tuzilmasi, shaxslar egidorchiligi, chet el mablag'i, ishsizlik va vayron bo'lish hamda shaxsiy egilikdagi yezi egilik qatorliq kapitalizm tarkiblarini uzun muddat qabul qilishi hamda buni Jungoni zamonaviylashtirishning asosiy qilishi kerak. Buningdan sirt Jungoning qisman rayonlari sirtqi dunyo bilan savdo munosabatini cho'qim zo'r kuch bilan kuchaytirib, oldi bilan taraqqiy qilishi kerak. Yuqorqi faoliyatlarga cho'qim siyosiy xohishi bo'lmagan ma'murlar qo'shini moslashishi hamda hokimiyat yurgizgan partiya nazorat qilishi kerak. Hokimiyat yurgizgan partiya yana bu bosqichning Jungoni sotsializmning yuqori bosqichiga boshlab kirib, eng oxiri kommunizmga yetishiga kapolatlik qilishi kerak. Sotsializmning dastlabki bosqichi degan bu hukmni tashviq qilganda, Zhao darvaqa asosiy jihatdan hech qanday ideologiya mazmuni bo'lmagan bir ideologiyalik prinsipni ijod qildi. Mundaq qilishi ehtimol maqsadlik bo'lishi mumkin. Gerçi bu prinsip uzun mezgillik, necha avlod davomlashadigan yerim kapitalizmlik taraqqiyot bosqichini aniq oldin ko'rib yetalgan bo'lsa-mu, ammo mohiyatlik mazmuni kamchil, nazariya eng zo'r chekda imkoniyat ta'min etadi. Biroq ideologiya asosiy kamchil bo'lgan bu nazariya ehtimol yoshurun ig'ir oqibat paydo qilishi mumkin. Uzunga so'zilgan taraqqiyot bosqichi muqarrar o'zining iqtisodiy va siyosiy asli harakatlantirgich kuchini paydo qiladi. Harakatlantirgich kuch partiyaning huquqini yurgizadigan subyektiv muhitini o'zgartirdi. Gerçi obyektiv jihatdan aytgan taqdirdami, partiya ehtimol buni o'zining tutki muddaosi emasligini his qilishi mumkin. Shundoq bo'lganda bir qism masalalar saqlanғыл bo'lmaydigan holda ko'rildi. Bo'libmi yerim kapitalizm taraqqiyotining harakatlantirgich kuchi Jungoning jamiyat va iqtisodini bargan sir o'zgartganda partiya qanday qilib davomliq huquq tutadi hamda o'zining kontrolligini qonunlashtiradi. Shunga ideologiyadagi qiyinchilik muqarrar holda bargan sir ko'paydi. Proletariat diktatorisi, ya'ni o'zini proletariat sinfiga vakillik qilamiz degan hokimiyat yurgizgich partiya yo'lga qo'ydining an'anaviy hukmi allaqachon vaqti o'tdi. Chunki proletariat diktatorisi
Jungo Kompartiyasының rəhbərləri отырғы қойған intayin canlıq iqtisad prinsipiga mos kelmaydi. Hem ularning dövlətni konkret, kəsbiyləşkən və məxsuslaşqan dövlət əməldorları başqurishi kerak degan təşəbbüsüge mos kelmaydi. Ehtimal Jungo rəhbərləri nəzəriyədəki bu qiyin ahvalni oldin ko'rib yetgan bo'lishi mumkin. Şoňa ular 13-nji qitimlik qurultayda xalq demokratik diktaturasi degan so'zni xohlagancha ishlatib, ziddiyatlik so'zni proletariat diktaturasining o'rniga almashtirdi. Xalq demokratik diktaturasi ilgari intayin muqaddas bo'lgan marksizm, leninizm prinsipining konkret bosqichliq mazmunini butunlay chiqarib Eng oxirida Jungo rahbarlari yana marksizm, leninizm nazariyasini har qaysi davlatlarning konkret ahvoli bilan birlashtirish kerakligini alohida ta'kidladi ham yadroliq nazariyani ko'z tutib o'tdi. Ularning bu usuli sotsializm qurish bosqichini sharhlash va mohiyatining atalmish umumlashgan haqiqatni hamma yerda qo'llanishga bo'lgan har qandaq amr ma'rufning hammasi bir xil masxiradir. Lekin Jungoning islohoti elastiklik nazariya orqali sotsializmni sharhlashga muhtoj. Bu qitimqi vakillar qurultay ichilib uzun o'tmay, qurultayda yengili o'stirilgan yuqori darajalik yosh rahbar Hu Chili xalq demokratik diktaturasi degan bu so'zning zodi qanchalik elastikligi borligini isbotladi. Hu Chili partiyaning tashviqot xizmatchilariga doklad berganda hamda ularning partiyaning yangi bosh yo'lini tushunib olishiga yordam bermoqchi bo'lganda huquqliq talaffuzda yakun chiqarib, ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyotiga foydaliq barliq narsalar dal sotsializmlik narsalar yoki ruxsat qiladigan narsalar, ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyotiga foydasiz barliq narsalar dal ilmiy sotsializmga xilof narsalar dedi. Ideologiyadagi yangi nayrangning Jungoning darvosini ichib, G'arbning yangi ideya tafakkurini bas-basda kirgizishiga yordami bo'lishi qilchimo ajablanarlik emas. Bo'libmi, Beijingdagi ideya sohasida yangi ideya iqimlarining tajovuz qilib kirishi kishilarni G'arb nazariyachilariga mastona qilibdi. Masalan, keyingi sanoat jamiyatini tadqiq qiladigan Daniel Bill yangi uchur texnikasining jamiyatga bo'lgan ta'sirini tadqiq qiladigan Ilya Prigojin va kelgusishunoslikni tadqiq qiladigan Alvin Toffler qatorliqlar. Ko'plagan Jungo mutafakkirlariga nisbatan aytganda, G'arbning nuqtai nazari orqali dastlabki bosqichning haqiqiy mohiyati va yo'nalishini sharhlashda marksizm, leninizm kitoblariga qaraganda texmi ko'p manfaat yetkazadi. Zhao o'z eg'izi bilan aytgan so'zlar marksizm, leninizm kitoblarining o'rnini texmo tuvallatdi. Yuqorqi barliq omillar kishilarga ochqishliq bir masalani eslatdi. Ideologiyaning jonliqligi qachon nazariyaning suslashishiga o'zgaraydi? Javobi ehtimol pat yaqinda bo'lishi mumkin. Bu xulosani chiqarishning asosi bo'lsa, Beijing 1988-yili 5-oyning 1-kunidan boshlab partiyaning nazariya jurnali Qizil bayroqni tarqitishni to'xtatganligini jakarladi. Mazkur jurnal nazariya yetakchiligi ta'min etadigan asosliq ma'no. Ammo yaqinqi yillarda mutaxassis islohotga joyillik bilan qarshi turadigan har xil nuqtai nazarlarning munbir bo'lib qoldi. Bu jurnalning o'rnini Deng Xiaopingning mashhur so'zi haqiqatni amaliyotdan izlashga asosan qo'yilgan haqiqat izlash jurnali oldi. Bu konkret voqea masalani yaxshi tushuntirib bera oladi. Davomı bor.